Assalomu alaykum O'zbekiston ahli. Bugun video murojaatim O'zbekistonning barcha shopirlariga va yuristlariga. Xullas mana bu taraf Namangan taraf, bu yon Toshkent taraf, Toshkent Popga ketish tarafi. Endi bu yondan Namangan tarafdan kelib, mana bu yerdan mana qaytib olish mumkin joydan burilib, mana bu zapravkaga qarab yuruvdim. Endi yo'lni chetkasidan o'tib buriluvdim. U yonda GAI akalarimiz chiqib, meni shu chalg'itgan holda ishtirok qo'yishdi. 10 akalar ishtirok qo'yishdi. Shunga qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri shuni bilib bersalar akalar. Pastga nomerlarni qoldiraman. Iltimos akalar, bir yo'l ko'rsatib beringlar. Yana qo'shimcha GAI akalarimiz menga savollarini qaranglar, qiziqligini. Davlatda ishlaydigan birorta tanishing bormi? Savolni qaranglar. Davlatda ishlaydigan bir tanishing bormi? Davlat ishida ishlaydigan. Ichki ishlardami, GAIdami, boshqasidami? GAIda ham tanishing bormi deydi. Ya'ni men endi birovni sotmagan holda yo'q desam, endi menga boshqacha muomala qilishni boshlashdi. Boshqacha muomala qilib, shu ishtirokni qo'yib ketishdi. Shuni tushunganlar, Yunus akalarimiz balkim qandaydir alomatlarni bilishgandir. Shopir akalarimiz qandaydir kimdir tushgandir shunaqa holatga. Shunga iltimos qilardimki, bir izohlardami yo pastda nomerlarni qoldiraman, telefon qilibmi bir tushuntirish bersalaring yaxshi bo'lardi deb o'ylardim. Rahmat kattakon hammalaringga. Like va podpiska bosib qo'yinglar. Iltimos ko'proq odamlarga jo'natib qo'yinglar. Shunaqa holga tushmaslikka, shunaqa